Assalomu alaykum. Mana 2025-yil 17-oktyabr kuni ishimizni yakunladik. Mana sistemada to'y sistemada ishimizni tugatib, bugun katerlarni o'rnatib, xolos uy egasiga topshiryapmiz. Mana katerlarimiz 200 kvadratli kater. Juda sifatli kater ekan. 20 minutda effektimiz berdi. Mana podachalarimiz yerlikka qo'yib, mana yerlik ketyapti. Obratkalarimiz 45. Mana obratkalarni qo'yib o'rganmiz. Bitta bor tushga 5 va 6 ikkita nasos qo'yganmiz. Shu kollektorni ham ochib yoqqanmiz. Endi katerimizni yonishlarini endi ko'rib turasizlar mana. Yarim soatdan oshdi katerimizni yoqqanimizga. Endi uy egasi tashqarida ko'chada yurdi, kelib qoldik shu yondirgan joyimizga. Aka, mana ishlarni topshiryapmiz. Ishlar qanday aka? Ma'qulmi ishlar? Islomboy, gap yo'q. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ishingiz men o'ylaganimdan ham zo'r ekan. Gap yo'q. Mana gradusni ko'rsatibsizlar. Hamma akkuratni bir ortiqcha narsa yo'q. Juda chiroyli yonyapti mana. Yo'q joyida. Olovlar. Hech narsa kerak emas ekan. Faqat ko'mir top. Shu gradusni qarab tursa bo'ldi ekan. Islomjon, omadingiz bo'lsin. Aka, ishlar yoqdimi sizga? Boshlagan ishlaringiz bardavom bo'lsin. Ishingizdan mamnunmiz. Alloh zot tavassuli ko'ring. Rahmat, salomat bo'linglar. Radiatorlar ham xudo xolasa chiroylisida. Xudo xolasa. Omadli bo'lsin. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastga nomerimizni qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.